Assalomu alaykum qizlarjonlar. Gelni zararini kamaytirib, ko'paytirishni o'rgatmoqchiman. Va bu usulda idish yuvsangiz juda ham ko'piradi va juda ham toza qilib yuvib beradi. Yuvib olasizlar idishlarni. Buning uchun menda chilili quyoq gel bor edi, o'shani bankaga solib, menimcha 3 qoshiqcha gelni suyultirib oldim. Keyin unga 3 qoshiq soda, 2 qoshiq uksus solib eritib oldim. Ozgina sosinglar, masalan 1 qoshiqcha sosinglar suvilaga, idish yuvayotgan suvilaga juda ham ko'pirtirib, zo'r ko'piradi va toza qilib yuvib beradi. Buni ko'pirganidan idishni maza qilib yuvasizlar deyman. Masalan, maza qilib yuvaman, shunaqa anti-stress bo'ladi men uchun. Idish yuvganimda har safar shu usulda yuvaman va gubka umuman ishlatmayman. Har doim bluf ishlataman. Sizlarga ham shuni maslahat beraman. Ko'zida har xil mikroblarni saqlab qolsa, lif umuman saqlab qolmaydi. O'zida har xil mikroblarni va juda ham tez quriydi. Keyin juda ham toza qilib beradi. Chirklarni, yog'larni juda ham zo'r oladi va o'zidan chirklarni, yog'larni tez chiqarib yuboradi. Ko'pikka o'xshab shimib olib qolmaydi. Sizlarga ham shuni tavsiya beraman. Maza qilib ichlarimni yuvib oldim, lekin chayganim videoga tushmay qolibdi. Inshaalloh keyingi safar chayganimni qo'yaman. E'tiborli uchun rahmat. Xayr hammaga.